so'nggi yillarda hammamiz xabarimiz bor, hammamiz guvoh bo'lib turibmiz. Muhtaram yurtboshimizni aholiga, fuqarolarimizga ko'rsatayotgan e'tiborlari, mana yaratilayotgan imtiyozlari mana hammamizni quvontirib kelmoqda. Birgina mana shu Buxoro tumanimizni o'zida mana shu joriy 2026-yilda 112 ta ijtimoiy soha obyektlari mukammal ta'mirlandi va rekonstruksiya qilindi. Buni o'zi ham bu hech qachon bunaqa katta obyektlar qurilishi hech qachon bo'lmagan. Aytishimiz mumkin, mana shu Buxoro tumanimizdagi sportchilarning joriy yilda erishgan yutuqlari qolaversa, mana dehqon fermerlarimizning mana shu bahorgi, mana shu pillachilik deymizmi, yo g'allachilik sohasi deymizmi, ulkan xirmon yaratib, juda katta marralarga erishdi. Mana shu fursatdan foydalanib, butun respublikamiz aholisini, Buxoro viloyati, Buxoro tumani fuqarolarini bugungi mana shu mustaqilligimizning 35 yilligi to'yi bilan chin qalbimdan tabrik